Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Bugun navbatdagi qafasimiz razmerlari bo'yicha sal noodatiy, lekin o'zi ko'rinishi o'sha holatda qolgan. Faqat razmerlardan keyin noodatiy bo'lgan. Buni nimasi noodatiy deganingizda, razmeri ozgina mana eniga 40, oldingi standartlar bo'yicha 60 bo'lardi. Bu domga moslangan, eniga dom uchun mo'ljallangan qafasimiz. Keyin qarang, mana hozir bu yana bunaqasiga ham, uzunasiga ham ozgina kichiktirganmiz, 1 metr qilganmiz. Shuning uchun domga ortiqcha joy olmaydi va estetika bo'yicha juda chiroyli narsaga erishganmiz. Qoliplarni ko'rasizlar, mana eshiklarni ochib yopilishi, ortiqcha ichki hatto siqilib qolmaydi, qilmaydi. Mana ichki ko'rinishlari, qatiyatdan stelka beramiz, xohlagan joyga qo'yib olish, mana stelkalar. Ertaga masalan mabodo quyon oyog'i og'riydi desa yo'qana qilsa, stelkasi yo'q deb tug'adigan payti kelsa, stelkasini almashtirib yo'lga qo'yib, pog'onini berib, anaqasini berib, stelkalarni bemalol ertaga qolsa bo'ladi. Eshiklarni ham ko'rib turibsizlar, qanaqa darajada ishlanganini. Eslatib o'tamiz, hamma qafaslarimiz bizlar laklanadi. Albatta tiylarga yotmalarga o'tmasligi uchun germetiklar qilinadi. Choklari hammasi germetiklar bo'ladi. Обязательно lampochkasi bo'ladi. Lampochkasini qo'yib beramiz. Komplektida karmushka paylkalar ham qo'yib beramiz. O'zini ko'rib turibsiz, qanaqa sifatli narsani qo'yganmiz. Mana tortmalarni o'zini ko'rishingiz mumkin. Tortmalar tegi tug'ib bo'ladi. Ham laklangan bo'ladi. Keyin germetika qilingan bo'ladi hamma yog'i. Bu nimaga kerak sizlarga? Bu taxtani sidigini shov olmasligi uchun, keyin ortiqcha hidni bermasligi uchun mana qulay taxtga chiqarilgan. Biza bilan siz vaqtingizni ekonom qilasiz. Qulaylikka erishasiz, keyin estetika bo'yicha eng chiroyli narsa olasiz. Bizga obuna bo'ling, bizdan mahsulot zakaz qiling. Bunda sizga biz nimaga tanlashingiz kerakligini keyin tushunib yetasiz.